Uyg'urlarda farzand tarbiyasi. Avtori Yarmuhammad Tayir To'g'liq. 13 bab. Vafodorlik tarbiyasi. Adimi bo'lsang demagan adimi, uningki yo'q xalq g'imidan g'imi. Navoiy. Uyg'ur xalqi qadimdan tartib vafodorlikni ulug' biladi. Shuning uchun farzandlarning vafodor o'g'il, vafodor qiz bo'lib jamiyatga chiqishi uchun yurak qinini sarf qiladi. Vafodorlik tarbiyasi Uyg'urlarning an'anaviy farzand tarbiyasidagi nihoyat muhim halqa. Reallikqa nisbatan aytganda farzandlarga berilgan vafodorlik tarbiyasiga texmi ko'ngil bo'lish davr taqozo qilgan muhim ijtimoiy zaruriyat bo'lib qoldi. Chunki bir millatning madaniyatlik millat bo'lishining muhim bir o'lchami ularning haqiqiy ma'nodagi vafodor kishilardan bo'lib chiqishini oldingi shart qiladi. Vafosizlik insonga haqorat, elga ofat. Hozir kishilar Uyg'ur farzandlarida vafo ko'tarilib ketdi. Vafosizlik, sadoqatsizlik avj oldi. Kishilar shaxsiyatchi, manfaatparast bo'lib ketdi. Pulni do'st tutadigan, ozgina manfaat uchun vijdonini sotadigan kishilar maydonga chiqdi deb qarashmoqda. Haqiqatan ba'zi odamlardan vafodorlikning soyasini ko'rgili bo'lmaydi. Pul uchun do'stlarga xiyonat qiladigan, ota-onasidan yuz o'raydigan, elning manfaati bilan qilchi kori bo'lmaydigan mas'uliyatsiz, beparvo kishilar ko'payib qoldi. Davrimizdan 1000 yil burun Yusuf Hasajib o'z davrining ma'naviy buzilishini suratlab yozgan kishilar do'stlik va sadoqatni tark etdi. Jafo ustunlikni oldi. Ishonchga yarg'udek vafodor odamlar qis bo'lib ketdi. Qarindoshlar orasida yaqinlik yiroqlashdi. Yaxshi do'stlar mehribonlikdan kechdi. Kichikda adab yo'q, ulug'da bilim yo'q. Kishilardagi yaqinlik faqat pul uchunla bo'ldi. Haqiqat uchun to'g'ri ish qiladiganlar nadadir amdi. Kishilarning hammasi pulning quli bo'lib qoldi. Kimda kumush bo'lsa shuningga bo'yin egdi. Nazar sol otiga o'g'il otiliq qilur, o'g'il beg bo'lib ota qul bo'ldi. O'g'il qizlar ota hurmatini tashladi. Qayri degan nom ular uchun haqorat bo'lib qoldi. Tili boshqa, dili boshqa odamlar ko'payib ketdi degandek ahvollarni hozirgi turmushda ochiq ko'rib turibdimiz. Bunday bo'lishidagi sabab nada? Biz farzand tarbiyasida vafodorlik to'g'risidagi ta'lim-tarbiyaga sal qaradik. Bolalar insoniy qimmat bilan vafodorlikning munosabati to'g'risidagi bilishdan mahrum qoldi. Vafodorlik tarbiyasida asosiy nuqta bunday ikki ishga qaratilishi kerak. Birinchi, farzandlar elga vafodor bo'lsin. Kim o'z yurtini suymasa, u hech nimani suymaydi. J. Bayron. Uyg'ur xalqida otangning o'g'li bo'lguncha elning o'g'li bo'l, el rozi, xudo rozi deganga o'xshash vafodorlik tarbiyasiga oid maqol tamsillar nihoyat ko'p. Bu tashabbuslar avloddan avlodga davomlashib kelayotgan bir udum. Uyg'ur xalq ig'iz ijodiyatlarida barliq kelgan nurg'ulg'an daston va cho'chaklarning asosiy ideyasi vafodorlikni asos qilgan. Bu Uyg'urlarning vafodorlik tarbiyasiga qanchalik ko'ngil bo'ladiganligini tushuntirib berdi. Chunki Uyg'urlar har qancha bilimlik bo'lgan bilan vafodor bo'lmasa bekor deb qaraydi. Dana ustozlarning qarashicha vafodorlik tarbiyasini kichikdan boshlash kerak ekan. Bo'libmi bolalar maktabga kirgandan keyin mundaq bir qancha tarafdan yetaklash kerak. Birinchi, farzandlar kichigidan boshlabla vatanning, xalqning ulug'ligini haqiqiy to'nib yetsin. Uyg'ur xalqi xalq bilan shaxs uqumini dengiz bilan tomchi suvning munosabatiga taqqoslab tushundirdi. Bir tomchi suv yakka yegani mavjud bo'lib tura olmaydi. Hayotlikni ham saqlab qola olmaydi. Bir tomchi suvning mavjudligi uchun oldingi shart dengiz mangulik hayotlikka ega bo'lishi kerak. Bu nuqtani ota-onalarmi to'liq tushunishi ham o'zining elga bo'lgan vafodorlik bilan bolalarga ulgu bo'lishi lozim. Ikkinchi, farzandlar vatan xalq oldida o'tashga tegishli majburiyati va burchi borligini his qilsin. Chunki har bir vatandishini mushu ziminla boqadi. Vatandala o'zining haqiqiy qadr-qimmatini topa oladi. Har bir odam xalq qila emas, balki bu zimin uchun, vatanning havosi uchun qarzdor. Uchinchi, elning gullanishi, baxt saodati har bir shaxsning baxti bilan zich bog'lanib ketgan. Vatanning taqdiri, xalqning istiqboli amaliyotda har bir shaxsning baxti va istiqboli degan so'z. Vatan uchun boshqa turmagan odam, vatanning taqdirini o'ylamagan odam o'ziga mansub emas. Undaq odamni bijirim odam degili bo'lmaydi. Insoniyat dunyosida barliq kelgan eng ulug'vor odamlar va buyuk botirliklar vatanning taqdiri uchun bo'lgan kurash davomida barliq kelalaydi. To'rtinchi, ota-onalar bu nuqtani to'nib yetgandan keyinla farzandlar uchun vafodorlik tarbiyasi berish uchun dastlabki asosini salolaydi. Bolalar vatanning ulug'ligi va kollektivning kuch-qudratini to'nisin. Ular maktabga kirgandan keyinla maktabini suyadigan, sinf kollektivini suyadigan, sinf kollektivining shon-sharfi uchun tirishadigan yaxshi uslubni odatlantirish kerak. Farzandlar ozroq uqumga ega bo'lib, vatan haqidagi tushunchani qabul qila oladigan bo'lgandan keyin tuvandagi mazmunlarda nasihat qilib turish lozim. Nasihatdan namuna. Balam, odam bu dunyoda xalq bilan birga yashaydi. Vatan tuprog'ida yashaydi. Vatanning havosidan nafaslandi. Mushu vatanning gullab yashashi sening baxtingning kapolati.
Hargiz yashashdagi maqsadni yepish uchun deb qarama. Yeyish ichish uchunla yashash seni insonlikdan mahrum qiladi. Haqiqiy ma'nodagi odam bo'lishni izlaydigansan, vatan uchun, xalq uchun yaramli odam bo'lishni maqsad qilishing kerak. Balam, elni söymisang, elga ko'ymasang, elning taqdiri uchun o'zingni pido qilmasang, emitgan sutimga rozi emasman. Sen o'zingning taqdirini va baxtingni elning taqdiri va baxtidan tilasang, el sana illiq bag'rini keng ochadi. Menmi senden faxrlanaman, sutimga rozi bo'laman. Agar elga vafosizlik qilsang, o'zingni hargiz mening farzandim deb qarama. Bu vatanning haqdasi deb hisoblama. Sen shuni tushunganki, elning baxti sening baxting, elning baxtsizligi sening baxtsizliging. Har qanday cho'ng mahrumlikdanmi elning nazaridan tushib qilishdan ortiq mahrumlik bo'lmaydi. Balam, yaxshi o'qib yaramliq odam bo'lsang, el orasida yuzing yo'riq bo'ladi. Odam degan o'ziga elga yuz kelaydigan bo'lishi kerak. Yaramsiz odam bo'lib qolsang, el oldida yerga qarab qolasan. Biz sen uchun mangulik to'rik bo'lolmaymiz. El vatan sening mangulik to'riging. Har qachon xalqning oldida qimmating, o'rning bo'lsin. Yuqorqi mazmundagi nasihatlardan boshqa kishilik turmush sahnasimi farzandlarga vafodorlik tarbiyasi berishning eng yaxshi qomusi bo'la oladi. Masalan, kishilik turmushdagi har turli odamlarning har xil qismatlari bilan uchrashib turamiz. Ba'zilar elga vafosizlik qilib, vatanga osiylik qilib xalq oldida, vatan oldida mangu yuğusiz holda yuzi qora bo'ladi. Ba'zilar yaramsizligidan el orasida hech qanday e'tiborga va o'ringa erisha olmaydi. Ba'zilar bo'lsa hayotlik uchun kurash davomida ajoyib zo'r tirishchanliklarni ko'rsatib, ilm-fanda yuqori kamolat yoritib, jamiyatning olqishiga erishadi. Shon-sharaf munbirida xalq uning ko'ksiga gullarni taqaydi. Demak, bolalarga jamiyatdagi yuqorqidek o'xshashmagan qismatga ega bo'lgan kishilarning taqdirini eslashtirma qilish orqali ularning qalb to'rida vatandan iborat bu cho'ng oilaning qanchalik buyukligi, el uchun yashash, el uchun tuhfa yaratishning qanchalik ulug'vor ish ekanligidan iborat aqidani cho'nqur o'rnatish lozim. Bundan başqa ularga tariximizda o'tgan ulug' pishvalarimizning avlodma-avlod el qalbida yodlanib kelishining sababi ularning elning manfaati uchun yashab, elning manfaati uchun o'lganligidan ekanligi, shunla ular mangulik qadr-qimmatga ega bo'la olganligi, ular mangulik qadrlanishga arziydiganligini tunishish lozim. Bu xil amaliy misollar orqali farzandlarga elning ulug'ligini tunitishga, ularning vujudida elning yuksak obrazini tiklashga foydali bo'lgan yaxshi unumga erishgili bo'ladi. Ikkinchi, oilaga bo'lgan vafodorlik tarbiyasi. Beşingni pida eyle ata qaşığa, cismingni qil pida ana başığa. Navoiy. Farzandlarni oilaga va ota-onaga vafodor qilib tarbiyalashmi har bir oila uchun ko'ngil bo'lishga tegishli muhim masalalarning biri. Farzandlarning vafodor yoki vafosiz bo'lib chiqishi oila tarbiyasining yaxshi yomonligi bilan zich munosabatlik. Yana biri farzandlarning insofini sinaydigan eng muhim girtishi. Ata-onalarning qalbini har qanday azobni vafosiz farzandlardek zida qila olmaydi. Shunga ota-onalar oldi bilan kech-kunduz farzandning insofiga duo qiladi. Balzak shundoq degan: "Izzat-hurmat ota va onani, shuningdek bolalarni qo'g'dab turg'uchi pasibandir. U ota-onani kulfat va g'amdan, bolalarni bo'lsa vijdon azobidan qutuldirdi." Undaq bo'lsa, farzandlarning oilasiga bo'lgan vafodorligini qanday yetildirish kerak? Farzandlardagi vafodorlikning yetilishi ko'p taraflama omillarga bog'liq bo'lsa-mu, eng muhimi yana ota-onalarning o'ziga berib taqiladi. Ota-onalarning tabiatidagi mehribonlik, vafodorlik, kuyimchanlikning qanday bo'lishi farzandlarning tabiatiga cho'nqur iz soladi. Kishilik turmushdagi nihoyat nurg'un tajriba saboqlar bu nuqtani isbotlash uchun asos bo'ladi. Danishmandlar vafodorlik tarbiyasini oldi bilan o'zidan boshlashni o'tirg'a qo'ygan. Hamid Ziyayev "Baxtlik bo'lay desangiz" degan ibratlik hikoyalarni to'plagan kitobida vafodorlik tarbiyasini farzandlar qo'rsoqdagi chog'dan boshlash to'g'risidagi tashabbusini va misollarni o'tirg'a qo'ygan. Ayolning o'zaro ko'yinishi, vafodorlik muhabbati kuchaygan paytda tug'ilgan bolaning tabiatida otaga bo'lgan mehribonlik kuchli bo'ladi va uni qadrlaydi. Bu haqda mundaq bir misolni olaylik. Burun bir jup xotin inoq ittifoq va bir-birini noyida suyib yurgan mazgilda ulardan bir qiz tug'ilgan ekan. Biroq ma'lum sababdan dadasi boshqa ayolga uylanib, oilasini tashlab ketibdi. Ona bilan qiz kishilarning xizmatini qilib, aran kun o'tkazibdi. Vaqtning o'tishi bilan qiz dadasini sig'inib kasal bo'lib qopti. Kasalning sababini aniqlagan tep uningdan so'rabdi. Dadingiz sizni tashlab ketibdi. Sizlardan hech bir xabar olmabdi. Ko'p vaqt och qolibsiz. Shunchalik vafosiz dadani sig'inishingizning sababi nima? Qiz: "Dadamning qilgan ishidan nafratlanganligim rost, lekin uni ko'rib qolsam dilim yayrab, ko'nglim ichilib, xushalligimdan yer jahonga sig'may ketaman. Shu kuni xotirjam hozirlanib uxlayman. Uzoq vaqt ko'rmasam yurkim cho'g' bo'lib ko'ydi" debdi. Buningga o'xshash voqea ikki o'g'li bor bir oilada yuz bergan. Bu ikki o'g'il boshqa erga tegib ketgan. Onasining bevafoligidan norozi bo'lsa-mu, lekin uning didorini ko'rmasa va birdan mungdashmasa, o'zlarini qo'yilgan joy topolmay qolishar ekan.
Uningdan boshqa ota-onasi bu vaqt chog'da tashlab ketgan. Boshqalar pəbilab cho'ng qilgan bolalar cho'ng bo'lib quramiga yetganda, sening ota-onang boshqa degan gapni anglab qalsalar, darhol beqib olgan ota-onasini sovib, o'z ota-onasini tepish qo'yga tushidi. Bu nima uchun? Ular o'z ota-onalarini ko'rmagan-ku. Buningda ashu nasl dunyoga kelgan mazgil muhim rol o'ynagan bo'lishi mumkin. U bolalar balkim ota-onalari oshiq-mashq chog'larda tug'ilgan. Bundaq tug'mish sig'inish, ruhiy izdinish va taqatsizlikni har qanday ig'ir sharoit, judolik butunlay yo'q qila olmaydi. Mehrsiz, ishq muhabbatsiz tug'ilgan farzandlar garchi ota-onasining bag'rida bayashatlik ichida yashasimi, ota-onalarga mehribonlik qilishni, g'amxo'rlik qilishni va ularni hurmat qilishni bilmaydi. Ularning ashaddiyrəklari yoki haromdan bo'lib qolganlari bo'lsa, o'ta adabsizliklari yoki yirginishlik qilmishlari bilan ota-onasini o'tiq tashlaydi. Bu xil tug'ma nasliga tortish qonuniyati yana boshqa nurg'un taraflarda o'xshashmagan darajada rol o'ynashi tabiiy ahvol. Biroq buni biz ko'p hollarda ro'shan sezib olmaymiz. Birinchi, ota-onalar o'z ulga va namuna bo'lishi kerak. Vafodorlik tarbiyasida ulgidek kuchli rol o'ynaydigan hech qanday vosita yo'q. Shunga Uyg'urlarda ota-onaga qilsang balangdan qaytadi degan gap bor. Bu salbiy tarafnimi, ijobiy tarafnimi o'z ichiga oladi. Bu mazmunni ifodalaydigan mundaq bir mashhur rivoyatmi bor. Burunqi zamonda odamlar nihoyat uzun umr ko'radigan. Hatto ularning so'ngiga kirishib, go'shi qechib nihoyat kichiklab ketganlikdan qo'shiqlikqa silibmi qo'yarkanmish. Bir kishining dadisi shundoq qeyrib, o'z hojatidan qat'iy chiqolmaydigan ahvolga tushib qapti. Shunga bolalar uchun dadisini beqish ig'ir to'xtabdi va barbara zerikibdi. Bir kuni farzandining ko'ngliga jin kiribdi. Dadisi yudigan peti daryoga tashlab etib xalos bo'pti. Yillar o'tib u odamni qeyribdi va dadisining ahvoliga tushib qapti. Endi uning o'g'limi dadisini zerikibdi. U dadisini daryoga tashlab etib xalos bo'lmoq bo'lib, dadisini yudib daryoga qarab minibdi. Bir yerga kelganda hiliq odam o'g'liga shundoq dedik: "Balam, sen meni dal mushu yerga tashlab etgin. Men bu dadamni daryoning mushu yerga tashlab etgan edim." Dadisining bu gapi bolaga qattiq ta'sir qildi va qilgan ishiga pushaymon qilib, dadisini yana qaytarib kelibdi va umrining oxirigacha yaxshi kutibdi. Bu gerçi rivoyat bo'lsa-mu, turmushining qonuniyatimi dal shundoq. Jafo urqini chechib hargizmi rohat hosilini olg'il bo'lmaydi. Siz ota-onangizga vafosizlik qilib qon yig'iltayotgan chog'da bolangiz cheksiz, "Ha, ish shundoq bo'ladigan o'xshaydi" deb tushunadi. Shunga farzandlarning vafodorligi sizlarning vafodorligingizlardan boshlandi. Oilaga, ota-onasiga vafodor bo'la olgan bola ondan elga vafodor bo'la oladi. Shunga ko'nlar ota-onasiga vafo qilmagan boladan qandoqmi xalqqa vafo kelsin deydi. Buningdan Uyg'ur xalqi oilasiga vafodor bolalar elga vafodor bo'ladi. Elga vafodor bola ham oilasiga vafodor bo'ladi deb qaraydiganligi chiqadi. Ta'lim tarbiya usulida "Balam, uyga ko'yin, bizni hurmatla, biz seni beqib cho'ng qildik, tuzkorlik qilma, bizning ajrimizga qaytaradigan javobing shumi" degandek so'zlar bilan nasihat qilg'ili bo'lmaydi. Bu intayin passiv usul. Bunda qilganda farzandlarning vafodorligi faqat ota-onasining qarzini qaytarish uchun qilingan zo'riqish bo'lib qolmamdi. Eng muhimi oilada o'zaro ko'yinish, o'zaro cho'nqur mehr-muhabbat o'rnatilishi kerak. Ba'zi bolalarning vafosizlik qilishiga ota-onalar o'zi sabab bo'lib qoladi. Masalan, Uyg'ur xalqining sanduqdan chiqqan vasiyatnoma degan bir cho'chki bor. Uningda bir dadining 3 o'g'li bor ekan. Dada bo'lg'ichi bolalarga bo'lgan mehribonligi sababli aldirab-saldirab bor bisatini bolalarga meros qilib ulashtirib beribdi. Shuningdan keyinla ota angushtani qo'lidan chiqarib qo'yibdi. Bolalar bir-biriga ittirishib, dadasiga qarg'il unmabdi. Bari vaslidan ayrilganda da muhtojlik va zarliq ichida turmush o'tkazishga boshlabdi. Keyin ig'ir kasal bo'lib qopti. Bolalari yanala dadasining ahvolidan xabar olishni xohlamabdi. Bir kuni bu ahvolni uqqan yurt cho'ngi buvayning uyiga kelib, buvayning bolalarining vafosizlik qilib dadasini tashlab etganligini uqibdi. Yurt cho'ngi bu ishni qanday hal qilish haqida o'ylab ko'ngliga bir aql kelibdi. Buvay bilan maslahatlashib olgandan keyin o'g'illarini chaqiribdi. O'g'illari kelgandan keyin buvay yenidan bir sanduqchini ilib yurt beshiga topshiribdi. Mening eng oxirgi qolgan besatim mushu edi. Ko'zim yumilgandan keyin qaysi bola vafodorlik ko'rsatsa, shuniga ko'proq berarsizlar. Qolgan gapni vasiyatnoma putib sanduq silib qo'ydim debdi. Shundan keyin bu o'g'illar dadasining yanida parvonadek aylanib, yili biri men uyga elib ketaman desa, yili biri men elib ketaman deb talishadigan bo'lib ketibdi. Shunday qilib bir necha vaqt yaxshi kutilgan buvay oxiri bu dunyo bilan xo'shlashibdi. Bütün jamoat o'limga yig'ilgan chog'da heliqi yurt kartasi jamoatga e'lon qilib sanduqni ochibdi. Jamoat sanduqda hech qanday xazina yo'q, faqat bir parcha xat yozilgan qog'oz borligini ko'ribdi. Yurt kartasi qog'ozdagi xatni o'qibdi. Kimki o'zi hayot turib mol-mulklarini bolalarga meros qilib berib etsa, o'zi xo'rliqda qoladi.
Buni anglagan jamoat heliqi vafosiz bolalarga g'azab nafrat bilan tikilibdi. Balalar el jamoat orasida nomusga qapti. Xalqimiz orasida bundaq tajriba saboqlar intayin ko'p. Ota-onalar har qachon farzandlariga bo'lgan kontrollik kuchini ajizlashtirib qo'ymasligi kerak. Siz boy bo'ling yoki namrat bo'ling, bolalar har qanday ishda sizlardan nasihat so'raydigan, har qanday cho'ng ishlarni qilsa, sizlarni beshida turg'izadigan bo'lsin. Bo'lsa iqtisodiy kontrollik intayin muhim. Uyg'urlarda bir ota 10 balani boqadi, 10 bala bir otani boqolmaydi degan gap bor. Yana men kuyarman balamga, balam kuyar balasiga degan gapmi bor. Qadimki bir shoir bu xil ahvolni muhokama qilib, Odam alayhissalomning balasi bor, dadisi yo'q edi. U shunga balalar qaragan. Shuningdan bu odat udum bo'lib qolgan deb qaraydi ekan. Yo'q, ota-onasini unutgan odam o'zining yorilishiga sabab bo'lg'uchini, ya'ni ota-onasini unutgan bo'ladi. Faqat hayvonlarla cho'ng bo'lib ota-onasini tonimaydi. İkinci, qadimdan kelayotgan bir odat va an'ana shuki, o'g'il farzandning ota-onasini beqish, ota-onasining holdan xabar olish mas'uliyati yuqori. Shunga oilaga bo'lgan vafodorlik majburiyati o'g'illarning ustiga ko'proq tushadi. Lekin ko'plagan bolalar uy o'choqliq bo'lgandan keyin vafo ahdini buzadi. Buning tub sababi nada? Eng muhim masala kelin bo'lg'uchi qizni yaxshi tanlamaganlikda. Ba'zi ayollar shundaq beshamki, hasinakam ochiq, omadi tatliq degandek, erini yaxshi ko'rgan uyga ko'ngan bo'lib oladi-da, o'g'ilning ota-onasiga qilishga tegishli vafodorlik mas'uliyatiga yo'l qo'ymaydi. O'zining urug' tuqqanlari kelsa, qozonda kashkush, pashpush, yigitlarning uyidagilar kelsa, ikki orada g'ajg'ush. Urush partlaydi. Bu xil ijtimoiy ahvollar san'at shaklida sahnaga chiqarilib tanqid qilindi. Shundaqdimi jamiyatda bu xil nachar ahvollar xilal umumyuzlik mavjud. Bu bir tarafdan ba'zi ayollarning nachar xarakterdan kelib chiqsa, yana ba'zilari o'g'illarning xarakterining bo'shliqi, ayoliga tomirini tutqizib qo'yganligining ifodasi. Ko'nlarda mundaq bir yumor bor ekan. Tevib tomirini bilakdan tutadi, xotin kishi yurakdan tutadi. Kichik bola pozitsiyadan tutadi. Demak, er bo'lsin, ayol bo'lsin, bir-birining haq ishlarini qo'llash majburiyati bor. Nahaq ishlarga yo'l qo'ymaslik haqqi bor. Ota-onalarga bo'lgan vafodorlikka yo'l qo'ymagan ermi, ayolmi eng fazilatsiz odam bo'lib hisoblanadi. Vafodorlik masalasida ota-onalarni xotirjamsizlantiradigan ham asirtadigan bir muhim ish bor. U bo'lsa-mu farzandlarning o'zaro inoq va ittifoq bo'lib o'tish masalasidir. Uyg'ur xalqining aqidasida inoq oilaga barakat yog'adi, inoqsizlik ofat va falokat keltiradi degan tushuncha bor. Buning haqiqat ekanligini ota-onalar obdan tushunadi. Undaq bo'lsa, ba'zi oilalarda farzandlar o'tirsida nima uchun o'tkir ziddiyat yuz beradi, bir-biri bilan chiqisholmay o'zaro dushmanlashib qoladi. Ba'zi oilalarda bo'lsa, shunchalik inoq yashab, o'rtaq manfaat, bir niyatlik va hamdamlik bilan oilaning chirig'ini yaxshi yoritadi. Oilada bundaq o'xshashmagan ikki xil ahvolning yuz berishini keltirib chiqarishda oila tarbiyasi yanada muhim rol o'ynaydi. Buning tip sababi ikki nuqtaga berib yozdi. Biri, agar farzandlar shaxsiyatchilik va manfaatparastlikka aylanib, odatlanib qolgan bo'lsa, undaq farzand jamiyat uchunmi zo'r ziyonlarni silishning ofati bo'lib qolmay, oila inoqligining buzilishi, o'rtaq manfaatning va oila bir gavdasining buzg'unchilik uchrashining asosi bo'lib qoladi. Shuni e'tirof qilamizki, kishilik turmushdagi kichik mojarolardan tortib, cho'ng-cho'ng urushlargacha bo'lgan o'tkir to'qnashuvlarning tub sababi dal shu manfaat munosabatiga chetiladi. Yusuf Hasajib mundaq bir so'zni aytgan: "Ovchi manfaatini demasa, o'g'i chiqmay uyida qayraydi." Shuningdek, barliq insonlarning tirishchiliklari oxirgi hisobda yana shu manfaat masalasini negiz qiladi. Undaq bo'lsa, biz farzandlarning o'rtaq manfaat ko'z qarashini qanday yetildirishimiz kerak? Bu haqda Uyg'urlarda qadimdan tartib izchil davomlashib kelayotgan, hammasiga o'rtaq bo'lgan oddiy bir haqiqat bor. Ya'ni bir tal cho'kini sundirish o'ng'ay, 3 cho'ki birlashsa, sundirish tasga tushadi. Bu haqiqat Uyg'ur xalqining O'g'izxondan tartib davomlashib kelayotgan, farzand tarbiyasiga eng xarakterlik bo'lgan ulug' san'atining biri. Bu haqiqatni farzandlarga kichik chog'dan tartib singdirish va amaliy misollar bilan e'tirof qildirishimiz kerak. Yana biri, farzandlarga shaxsiyatchilik, manfaatparastlikning odamni vijdondan, g'ururdan va insoniy fazilatdan mahrum qiladigan yomon kasal ekanligini tushuntirish. Qarindoshlar orasidagi o'rtaq manfaat, o'zaro mehr-muhabbatning har qanday manfaatdan qimmatli ekanligini amaliy misollar orqali ogohlantirib turish lozim. Jamiyatda shaxsiyatchilik va manfaatparastlik bilan farzandlar orasida yatlashish paydo bo'lib, oila iqtisodini buzg'unchilikqa va vayronchilikka uchratgan farzandlar ozmi? Bir yoqidan bosh, bir yondan qo'l chiqarib, o'rtaq terishib, bir-birining dardiga darmon bo'lib, qilgan ishlarini qo'llab-quvvatlab, gullab yashnayotgan farzandlar ozmi? Farzandlar shuni tushunsinki, pul, manfaat birdamlik, qarindoshlik, mehr-muhabbat mangulik bo'ladi.
Ata-analardan qalsa dunyodagi hech qanday bir odam qarindoshlardek bir-biriga ko'yimlik, mehribon va jon qoqadigan bo'lmaydi. Ularga kichkina manfaat uchun eng qimmatli boyliqni setib etish eng cho'ng aqlsizlik va mahrumlik ekanligini e'tirof qildirish lozim. Farzandlarning o'zaro vafodorligiga ta'sir yetkazadigan yana bir omil adovatxo'r va fitnaxo'rlarning orada gap to'shib, farzandlar orasiga ziddiyat urqini chachqanligidan paydo bo'ladi. Farzandlar orasidagi mehr-muhabbatni, inoqlikni buzadigan yana bir muhim tajriba saboq bor. U bo'lsa-mu ota-onalar farzandlariga hargiz ikki xil muomala va ikki xil ko'z bilan qaramaslik lozim. Bir bolani e'tiborlab amroqlik qilish, yana biriga ancha amroqlik qilmaslik bolalar orasiga adovat o'tini tutashtirgan muhim bir sabab bo'lib qoladi. Bu vaqtda tarixda ota-onalarga nihoyat yaxshi saboq bo'lgudek tajribalar bor. Masalan, Qisasul Anbiya degan asarda bayon qilinishicha, Yaqub alayhissalomning 4 farzandi bor edi. Kenjisining ismi Yusuf edi. Yaqub alayhissalom Yusufga bakroq amroqlik qiladi. Qolgan bolalarga ancha amroqlik qilmaydi. Shuningmi Yusufning akalari ukisi Yusufga adovat saqlaydi. Bu xil adovat keyin taraqqiy qilib, oxiri ular vafosizlik yo'lini tutib, Yusufni ko'zdan yo'qotishni maslahatlashdi. Shuning bilan Yusufni elib chiqib quduqqa tashlab, dadasiga bo'ri yeb ketdi deb ma'lum qilishdi. Yusufni karvonlar qutuldirib olganda, u bizning qo'limiz edi deb puchak yarmoq setib, Yaqub alayhissalomni 40 yil farzand firoqida ko'ydirdi. Ota-onalar bu tajriba saboqlarni unutib qolmasligi kerak. Nasihatdan namuna. Bolalarim, esinglarda bo'lsinki, sizlar bir qayrindan tug'ildinglar, bir onani emib cho'ng bo'ldinglar, bir nonni tang talishib o'sdinglar. Buloq va kari suyi daryo suyiga qo'shilmasdan va avrat suvlarga aralashmasdan burun nihoyatda shirin va lazzatli bo'ladi. Daryo va avrat suvlari qo'shilgandan keyin uning avvalgi shirinligidan umid kutgili bo'lmaydi. Bolalarim, hargiz yomon niyatliklarning gapiga ishinib, qarindoshlik mehriga ta'sir yetkazmanglar. Bir-biringlarga hargiz ziyon soladigan xayolni ko'nglinglarga keltirmanglar. Yomon niyatlik bo'lsanglar, niyatni yomon qilib barliq vaslidan ayrilgan bir tuqqanlardek ahvolga qoladigan ish bo'ladi. Qari dalalarda yaşaydigan bir Türkning 2 o'g'li bor ekan. Ota-onasi vafot bo'lib, bu 2 bola yetim qoldi. Sahroda turmay shaharga kelibdi. Ular kelgan shahar daryo bo'yida ekan. Cho'ng o'g'il shahar kezib, savdogarchilik qilishga havas qiladi ekan. Bir qancha zaman shahar aylanib yuribdi. Oxiri urug' tuqqanlarni ko'rish uchun qaytib kelibdi. U enisining shaharda savdogarchilik qilib yurib, cho'ng savdogarlardan bo'lib qolganligini ko'ribdi. Enisi shaharda hayvatlik saroylarni bino qildirgan ekan. Cho'ng o'g'il o'z-o'zi bilan kengash qilib, enim hayvatlik saroylarni bino qildiribdi. Lekin u boshqa shaharlarga ketishni ixtiyor qilsa, bu saroylarni birga elib ketolmaydi. Men kiyim ustiga bir saroy bino qildiray. Qayerga ketmak bo'lsam, elib ketish mumkin bo'lsin. Mundaq saroyimning barligini hamma xaloyiq bilsin. Shuhratim olamga yeyilsin debdi. U kiyimining mundaq zo'r binoni ko'tara olmaydiganligini bilmabdi. Ukisiga ham maslahat solmabdi. Oxiri u kiyimi ustiga saroy bino qildiribdi. Saroy bitgandan keyin kiyimi daryo tarafga ravon bo'ldi va biroz mang'andan keyin suvga cho'kib g'arq bo'ldi. Barliq mol-mulki qo'lidan chiqib ketibdi. Niyatning yomon bo'lishi, hasadxo'rlik va shaxsiyatchilik uni oshundoq cho'ng mahrumlikqa so'rab kiribdi. Balam, jamiyat degan bir cho'ng daraxt, tuqqan degan shu daraxtning shoxlari. Ko'nlarda yot degan puling tugigicha, tuqqan degan o'lgicha degan gap bor. Vaqti kelganda har qancha eski bo'lsa-mu, yanada tuqqan asqatadi balam. Shunga tuqqanlarga mehribon, ko'yimlik bo'l. Qo'lingdan kelsa, ularning dardiga darmon bo'l. Izdisi tuqqan, izdimisi yot degandek, tuqqanlarni yo'qlab, hal ahvolini so'rab turg'in. Ko'nglini chigib qo'ygan ish qilib qo'yma. Tuqqanlarning ranjimiga bek o'ng'ay, ko'nglini olmoq tas. Tuqqanlar degan o'limni yig'lab berishkili lozim emas. Balki hayotlikda sen bilan o'rtaq kulib, o'zaro g'amini yeb, bir-birini yo'lashsa, ondan tuqqanlik haqqini ado qilgan bo'ladi. Hammamiz o'lib ketamiz. Bolalarimiz bizdan keyin qoladi. Ularga barliq urug' tuqqanlarni obdan tonitib qo'yg'uliq. Ana jamiyatlari kimlar? Dada jamiyatlari kimlar? Qudu tuqqanlar kimlar? Uni yaxshi bilgulik. Sen hech bo'lmaganda 7 avlod yiltizini sinab bera oladigan bo'lishing kerak. O'zining ajdodini unutishmi vafosizlik bo'ladi, bolam.